Hayyo, barcha salom obunachilar. Sizlarni UzBLS kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar biz car park UzB car parkingni, UzB parkingning ikkinchi qismini olamiz. Birinchi qism juda katta prosmotr yig'ibdi. Birinchi qism juda katta prosmotr yig'ibdi. 1,5 ming yig'ibdi. Uzr prosmotr. Mana endi ikkinchi qismini olishga qaror qildim. Hozir biz endi yangi mashina sotib olamiz. Ukam bilan yangi mashina sotib olamiz. Men bilan ukam qana salomlashib qo'y. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan UzBLS car parking. Bugun biz yangi mashina sotib olamiz. Shuning uchun uni keyin test qilib, bemalol tuninglar qilib haydaymiz. Qani bo'lmasa videoga ketdik. Videoga like bosib, kommentga so'zinglar yozib qo'ysanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. O'yinni bosamiz. Birinchida bizga Matiz o'tgan safar qanday qilib 800 million so'mni olishni o'rgatdi. Keyin sizlarga yana daily podarkalar beradi. Hozir ko'rsataman. Mana bosasizlar, mana shuni. Mana shuni bossanglar sizlarga tekin daily narsalar beradi. Mana hozir ko'rsatib o'taman yana. Mana qarasanglar, birinchi kun 50 ming dollar beradi, ikkinchi kun Lasetti beradi, uchinchi kun 150 ming beradi va 7-chi kuni 911, ya'ni Porsche beradi. Va yana 3 ta mashina qo'yilgan. Shunday 5-chi kun M5 beradi. 6-chi kun 700 ming, 4-chi kun 300 ming beradi. Mana men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman qanday mashinalar berishini. Hozir menga mana shu mashinani berdi. Hozir ko'rsataman hozir. Mana qutqazib qo'yaylik. Mana shu mashinani menga berdi. Mana shu 1.6 Lasettini menga berdi. Sizlarga mana bu mashinani beradi. 7-chi kun mana shuni beradi. Eng qimmat mashinani 3 million so'mlik, 3 milliard so'mlik va 5-chi kunga bu mashinani beradi. Hozir ben va M5 mana shu bo'lishi kerak. Mana shuni sizlarga 5-chi kun beradi. Mana mashina. Mashina 5-chi kunga beradi. Mana uni eng qimmat mashina shu. Mana mashina 7-chi kunga beradi. Mana ko'rsanglar mumkin. 7-chi kun 911 beradi. Mana shuni beradi. Bo'ldi. Ana endi biz hozir yangi mashinamiz BYD olmoqchiman. BYD ham olmoqchiman 300 millionga. Mana meni balansimni ko'rsanglar 312 million so'm pulim bor. Bu yerda 300 mingga sotib olamiz, 300 millionga. Qani davay bunisi. Sotib oldik obunachilar BYD xonimizda 12 ming pulimiz qoldi. Yana pul ishlash uchun, sizlarga yana pul ishlash uchun yana narsalar ko'rsatib o'taman. Men hozir buni yaxshilab tuning qilaman. Keyin tuning qilib, uni bemalol aylanib yuramiz. Nomerlarni o'zgartiramiz. 700 ni chiqsak bo'ladimi? 01 010 z qilaylik. PH qilamiz. YPH. Mana obunachilar YPH qildik 010 01 aşağı 10 qilsak-chi 010 YPH 010 bo'ladimi? Shu yuridik nomer qilsak, mana yuridik nomer qilsak zo'r chiqadi obunachilar. Endi biz birinchi o'rinda Abisovkami nima deydi? Orqa fari o'zgarmas ekan, qo'shilmagan ekan, buchi. Nol bo'lib qolgan. Yana 00 bo'lib qopti. Pulimiz 010 qilaylik-da buni mana. Men 010 sotib olamiz. Sotib olaman. 14 ming kerak-ku, sizda 12 ming. Menda 12 mingga obunachilar nomer qo'ya olmas ekanmiz. Hozir men pul ishlab nomer qo'yaman. Mana obunachilar men pul ishlab endi nomerni olishimiz mumkin. Nima yuz bo'lib turibdi endi bu? 00 qilib mana uni 10 qilib olamiz. Mana ekan. Keyin mana yerdan Y ni tanlaymiz. Keyin mana yerdan P ni tanlaymiz. YPH qilsak, YPH qiling. YPH bo'ladimi? Bo'ldi, endi pulimiz 9 ming so'm qoldi obunachilar. Men qayda? Qo'ch. Rangini obunachilar qora qilamiz. Qizil. Qizil qilsang qanaqa ko'rinyapti?
Qora qilsak lekin zo'r chiqadi. Oq bivaydi bo'lmay qora chiqadi, zo'r chiqadi. O'zi oqmidi buvaydi? Oqida. Raqam tanlash. Buvaydi. Buvaydi. Bu nima ekan endi bu obisovka. Obisovkasi ham qora bo'lar ekan. Da qorani sotib olamiz obunachilar obisovkani. 3000 qoldi ko'plish. Bo'ldi endi obunachilar mana qil bo'ldik. 20 ming ketibdi. Normalniy pulimiz ketib qoldi. Lekin mana dahshat chiqqanda Malibu 2. Malibu 2 baribir ham zo'r. Mana. Kunduzgi xaritani tanlaymiz obunachilar. Endi bu yoqda ozgina churib keyin tungi xaritaga o'tamiz. Hozir sizlarga yana haydab ko'rsataman. Mana yuxt normal yurar ekan-ku bu. Ichini ko'rishdan oldin like va obuna bosib qo'ysanglar, ichini ko'ramiz. Qanday like bilan obuna bosdinglarmi? Bosgan bo'lsanglar hozir ichini ko'ramiz. Uncha probka. Qachay hammangi. Chet ko'rmaymiz. Hozir ko'ramiz. O'tib ketib olay mashaqdan. Urlamiz keyin. 100 ming ekanda bilaram. Ha. Ovoz chiqarmasdan gibrid yurar ekan. Mana obunachilar ichini ko'rdinglar. Xuddi haqiqiydek qilingan ekan. Men hozir to'xtab bir obzor qilay. Rol ham normalniy ekan. Mana ichlarini ko'rishlar mumkin. Mana orqalari ham. Mana kolonkalar, mana o'tirgan joylarimiz. Jam. Taqa o'tirdik, ana endi ketdik endi haydaymiz. Rol. O, normalniy. Tez yurarkan. Tahaydi. Hozir avarinkalar qanday ishlar ekan. Ko'rinmasa ham avarinkalar. Yaxshi qochay trek kerakki. Keyingi qismda keyingi qismda qaysi mashinani sotib olaylik? Keyin kommentariyga bitta odam aytibdi, Gentrani sotib oling debdi. Gentra menda bor. Ko'rganinglar, hozir Gentrani ham qilib ko'rsataman. Mahaydi. Hozir haydaysan debdi. Mana shaqalarga bir borib ko'raylik. Umuman bormaganmiz. Bu video ham o'tgan prosmotrda oladimi ekan? Qani bir ko'ramiz. To'xta Gentra. Diskalarimiz qora ekan, zo'r ekan. Urib oldik-ku, unaqa buraman desam. Hozir 5000 obunachilar men buni nastroykasini, mashina sozlamalari rolga o'tkazib olamiz. Ana endi bemalol qaytib beramiz. Menga o'shandaqa kerak edi. Men rolda qaytaman. Drift qilishlari ham yaxshi ekan obunachilar. Mana bagi. Yaxshi ekan drift qilishlari. Mana obunachilar, mana. Hozir bunlar o'tib ketsin. O'tmaydi. Drift qilishlari ham zo'r ekan, menga yoqdi. Nomerga e'tibor beringlar, nomeri 01010 YPX. Ha, yaxshi, mana obunachilar. Mahayda. Bering. Mahayda. İşte bosma. Bosmayapman. İşlamayapti deyapti o'yin. O'yin qotyapti. To'g'ri obunachilar. O'yin qotyapti. Jim tur. Hammaga xayr obunachilar. Bu hozir yana 2 daqiqa so'raydi, yana o'yin qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir hammaga xayr deb qolaman. Video yaxshi sifatli chiqmadi. Shuning uchun bu videoni kam ko'rsanglar ham mayli, lekin 50 ta obunachiga oz qoldik.